Bazı dostlarımız retsiplarını götürüp geldiğinde marifetini sözleptiken manondan mançıgram, manondan mançıgram. Zat işlersiniz kantomalarınız deryada kılıp dikken depti şunu yüzüp keptim de. Yani bazı dostlarımız varken İslam'mış hanım kızlarımıza sırtın işte su olduken bu olduken de. Hem de bunu kıp beğenmeyle desek bizim hem de özünün meşruatını satkılı koptu dep bir oylap kalan tükedip kaldık emez. Kıpırla desek bu hakik tebip, hakik doktor degen zadıma bir narsani işlesem 100% manda olsa, 100% manda olsa deydigan emas edi. İşenmesang tebip kishi o işenmeysizlar manda desin. Ya doktorxonaga berip men zadı mushkilim qancha kunda saqiydi. Qanchalik vaqt saqiyma, zadı önüm bolamdı, 100% bolamdı deb so'rab baqsanglar shu chaqda bilasizlar. Hatta bazı dostlarımız barkan payda qildig'ini biring deb. Biz shu hamda sabab qilib baqimizda. Sabab qilamiz, doktorimiz sabab qildi, tebibimiz sabab qildi. Hamda shu sizniki qanday tebibning, qanday doktorning oldiga bag'iningizga bog'liq. Hech qanday yerda haqiqiy doktor, haqiqiy tebib bo'lib qolib qolsa 100%, 1000% saqiydi. Bu ishga kapolat deydigan manda gap bo'lmaydi do'stlarimiz. Şuna bu jihatga kelgan chaqda, sen bir o'zimizning aql ko'zini ishlatsak, uningdagi tibobatga bo'lgan dog'ma azroq bo'ladi. Uningdan keyin shunda deydiganlarni qo'llaydiganlarmi azroq bo'lsa, aql ko'z ishlaydigan ma'loni deb. Yelimi tibobatni bulg'aganlar azmi. Tibobatni bulg'aganlar azmi. Hech qanday doktor o'zini men paloni shidayli, pustani bir narsa deb atamaydigan. Faqat shu xalq bergan bo'lsa, bu e'tirof qilinadi. Bo'lmasa o'zini manda devagan, anda devagan, shunda do'stlarimizga ishindiganlarni bekchiq kensizlar. Şuna dostlarımız tibabetle işler kelgan vaqtda hamda biz boshqurmaydi emas, boshqurdi. Lekin shunda adamı bazı bir dostlarımız var, shunda bir ko'p turish, yoki oz turish degandek usullar orqali bir tuyuqsizlar bir qo'llab ketadigan, shu orqali durulgan kishilarimiz oldinib ketadigan. Uningdan keyin haqiqiy tibobatchiga, haqiqiy tibobat kuchirgan vaqt to'lab qolsa, bir shulag'imi o'g'irga qaragandek nazar bilan qaraydigan shuna bir ish mavjud ekan. Şuna azraq bir sözlep kaldım dostlarımız. Güvence okuyulanlar, inkaslarını alt raqmini yollab qo'yinglar. Unan degen dükan adresiniz nerede, qanday ko'rishimiz degan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, dükanga kelsanglar bo'ladi. Dükan adresimizmiş Qag'iliq Naylik cho'ng bekatining oldidan 20 soat oyliklar qo'ros taraf qolib, bizim tur manslar yo'lning o'ng qo'l tarafdagi sarqo'l mahsulotlari degan dükan shu. Dükanimizda o'zimiz ishlab chiqargan 50-60 xildan ortiq mahsulotlar bor. Uningdan boshqa tibobatimizniki ham materiallari shu top bacı bağda nait muvaffaq holatda qo'linglarga boradi. Eng sifatli, eng yaxshilari bor. Shunga ehtiyoj bor do'stlarimiz bo'lib qolsanlar davomli bizga aloqalashsanglar bo'ladi.